Bugungi kunda yangi O'zbekistonda yoshlar, ayniqsa qizlar uchun ilm-fan, innovatsiyalar, texnologiyalar, muhandislik va tadbirkorlik sohalarida juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda. Men ham yangi O'zbekistonning bunyodkor yoshlari sifatida mana shu imkoniyatlardan samarali foydalanib kelmoqdaman. Xususan 30-iyun kuni Yoshlar kuni munosabati bilan Prezidentimiz bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqot davomida ilgari surilgan yangi tashabbuslar biz yoshlarni ruhlantiradi. Ayniqsa startap, innovatsiyalar va muhandislik yo'nalishini qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor biz yoshlarni kelajakka bo'lgan ishonchimizni yanada oshiradi. Men uchun eng quvonchli yangiliklardan biri bu muhandis qizlar stipendiyasi ta'sis etilgani. O'zim Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi sifatida shuni ayta olamanki, bugungi kunda ta'sis etilgan yangi stipendiya meni o'z ustimda ishlashimga, muhandislik loyihalarimni rivojlantirishimga va yanada yuksak natijalarga intilishimga katta motivatsiya bo'ldi. Qolaversa, o'zbek qizlari uchun munosib namuna bo'lib kelayotgan Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning olib borayotgan faoliyati ham meni ilhomlantiradi. Va shuni aytib o'tish joizki, kechagi kuni Parij shahrida UNESCO bosh direktori bilan bo'lib o'tgan muzokaralari davomida aynan ayollar liderligi, qizlar uchun yangi tashabbuslar ta'kidlanib o'tilgani biz qizlar uchun yana bir yangi imkoniyat desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda Farg'ona davlat texnika universitetida muhandis qizlar klubini tashkil etib, bugungi kunda ushbu klub faoliyati davomida qizlarni ilm-fanga, innovatsiyalarga, muhandislikka yo'naltirib kelmoqdamiz. Qolaversa, qizlarning iqtidorlaridan kelib chiqib, ularni katta marralarga, katta yutuqlarga erishishlarida yo'l yo'riq ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu aynan prezidentimizning bizga bo'lgan ishonchlarini oqlash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni bir negizi sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zim ham muhandislik yo'nalishida loyihalarim ustida ishlar olib bormoqdaman va yaqinda Ispaniya shahrida South Summit'da o'z loyihamni taqdim etish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Endi esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Silikon vodiysida, qolaversa dunyoning yetakchi universitetlarida tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ldim va ushbu stajirovkaga ketish jarayonlari hozirda amalga oshirilmoqda va bugungi kunda chindan ham biz yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar beqiyos va ayniqsa mana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan yoshlar biz kabi katta yutuqlarga erishib, buni isbotini ko'rishimiz mumkin va bu uchun barcha yoshlar nomidan muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman.